kitoblar dunyosi va dunyo kitoblari haqida e'tiboringizga taqdim etib kelinayotgan Fakt sahifasining bu galgi sonida ham kitoblar olamiga oid qiziqarli ma'lumotlarni havola qilamiz. Barcha zamon va xalqlarning eng mashhur yozuvchisi Agatha Christie'dir. Uning detektiv hikoyalari 50 dan ortiq tilda hamon chop etilmoqda. Christie'ning nashr etilgan kitoblari nusxasi 2 milliarddan oshadi. Qadimda kitobning bahosi juda qimmat bo'lgan. Shuning uchun ham 18-asrgacha ba'zi kutubxonalarda kitoblar o'g'irlanmasligi uchun zanjirga bog'lab qo'yilgan. Fanda kitob o'g'rilari bibliokleptoman deyiladi. Dunyodagi eng mashhur kitob o'g'risining ismi Steven Blumberg. U 270 ta kutubxonadan 23 mingta nodir kitobni o'g'irlagan. Uning kolleksiyasi narxi 20 million AQSh dollaridan oshadi. Dunyodagi eng katta lug'at nemis lug'ati bo'lib, u 1854-yili Yakob va Wilhelm Grimm tomonidan yozila boshlangan. Bu ishga keyinchalik turli olimlar hissa qo'shib 1971-yil yakunlangan. 33 jildli ushbu lug'at 34519 betdan iborat. Nima uchun ko'pincha o'qish paytida uyquchanlik hissi paydo bo'lishini bilasizmi? Biz odatda o'zimizga qulay holatda kitob o'qiymiz, o'tiramiz yoki yotamiz. Tinch joyda, ko'pincha kunning oxirida yoki faol mashg'ulotlardan so'ng. Bularning barchasi dam olish va uyquchanlik holatiga yordam beradi. Bundan tashqari, matn bizni tashqi dunyodan va uning tashvishlaridan chalg'itadi, muammolardan uzilishga va tinchlanishga yordam beradi. Ko'pincha u xayolotni ham uyg'otadi. Aniqlanishicha, bitta roman yozish uchun 500 soat vaqt ketar ekan. Jamoa bilan kitobni ovoz chiqarib o'qish bo'yicha eng uzoq davom etgan marafon 224 soat kechgan. 95% insonlar daqiqasiga 210 ta so'z yoki 2 daqiqada 1,5 sahifa kitob o'qiydilar. Balzak yarim soatda 200 bet kitob o'qigan.